AQSh va Yevropa davlatlarida pedagogik kompetensiya bo'yicha ilmiy yondashuvlar tayyorladi Qurbon va Gulchehraxon. Rejalarimiz: birinchisi, pedagogik kompetensiya tushunchasi va uning mazmuni. Ikkinchisi, AQShda pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha ilmiy yondashuvlar. Uchinchi rejamiz Yevropa davlatlarida pedagogik kompetensiyalar va metodik yondashuvlar. So'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish masalasi global miqyosda eng dolzarb muammolardan biriga aylandi. Bu borada pedagogik faoliyatga yangicha yondashuv, ayniqsa o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini aniqlash va rivojlantirish masalasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. AQShda o'qituvchi bo'lish uchun faqat diplomga ega bo'lish yetarli emas, aksincha, u o'z kasbiy kompetensiyalarini doimiy ravishda namoyon qilishi va isbotlashi kerak. Bunda quyidagi yondashuvlar mavjud. Praxis imtihonlari: bu testlar orqali o'qituvchining nazariy bilimlari va amaliy qobiliyatlari tekshiriladi. Student teaching: talabalar real maktabda amaliyot olib boradi va bu jarayon mustaqil baholanadi. Kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi tizimlarga: AQShda har bir shtatida professional rivojlanishni ta'minlovchi o'ziga xos dasturlar mavjud. Masalan, professional development kurslari, mentorlik dasturlari, onlayn platformalar. Coursera, edX, Khan Academy, Teachers by Teachers. Misol uchun, Florida shtatida o'qituvchilarning malakasi har 5 yilda bir marta yangilanadi va bu jarayonda professional development kurslari o'tish shart. Skandinaviya tajribasi, ya'ni Finlandiya, Norvegiya, Shvetsiya davlatlari tajribalari. Finlandiya kompetensiyalarga asoslangan ta'lim tizimi bo'lib, o'qituvchilar magistr darajasiga ega bo'lishi shart. Norvegiya va Shvetsiya o'qituvchilarning ijtimoiy kompetensiyalari ustuvor hisoblanadi. Germaniya ta'lim tizimi nazariya va amaliyot uyg'unligiga asoslanadi. Kompetensiyalarga asoslangan ta'lim dasturlaridan foydalanadi. Germancha asr ta'limida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish ta'lim tizimi sifatining muhim omiliga aylangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AQSh va Yevropa davlatlarida pedagogik kompetensiyalarga ilmiy asoslangan yondashuvlar o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini chuqurlashtirish, mustaqil faoliyatga tayyorlash va ta'lim natijalarini oshirishda muhim rol o'ynaydi.